Cherry 7 Pro mashinasini olib qolganmiz. Hop, motor moylarini almashtirib berdik. Воздушныйlarini almashtirib berdik. Keyin variator korobka moylarini almashtirib beryapmiz. Mana tegan paddonni yechib qo'yganmiz. Bu germetikga o'tkazilgan. Variator korobkaga 5 litr moy ketadi. Paddondan to'kiladi, paddon yechiladi. Mana filtri, gruppa очистки filtr, bu yoqda yana filtr bor. Mелкий очистки filtr. Mana shu filtrlar almashadi. Mana shubka quyiladi. Shubka. Paddonlarini yuvib tozalab qo'ydik. Yuvib tozalab, magnitlarni tozalab qo'ydik. Ma'lumot uchun variator korobkaga QVT dopuskli moy quyiladi. Variatorga faqat shunaqasi quyiladi.